Assalomu alaykum bolajonlar. O'tgan safar demak biz mana bu yerda bir qancha nimalar berganimizda mixlar bergan edik. Mana shu mixlarni nima qilishimiz kerak edi? Bittasini ustiga chiqarib turib yozishimiz kerak. Mana buni bunday qo'yamiz. Yaqinroq olamiz. Mana bu yerga qo'yib, demak mixlarni nima qilib chiqaramiz? Qarama qarshi tomonga qarab qo'yib chiqamiz. Ey bolalar, bu yoqqa qaranglar. Mana bularni shunday qo'yganimizdan keyingisi mana bunday qo'yganimizdan mana buni qisgan holatda nima qilamiz? Turg'iztiramiz. Turg'iztiramiz. Tagidagi uni qilib ketyapti. Mana bunday qilib qo'ysak, bemalol nima qilib turibdi? Quloq ketmasdan bir-birini muvozanatda ishlab turibdi. Uyda ham buni bajarib ko'rsak bo'ladi, faqat kattalarning nazorati bilan. Yana keyingi ularga savol bermoqchiman. Mana bu ikkita bilan ruchka. Shu ikkita ruchkani kley bilan emas, skoch bilan emas, boshqa ular bilan emas, eritmasdan ham emas, shu ikkalasini bir-biriga nima qilishimiz kerak? Yopishtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, kim kim o'shini o'qilsa, javoblarini yozib yuborishingiz mumkin kommentariyalar orqali. Keyingi safar mana bu tajribani ham birgalikda nima qilamiz, bajarib ko'ramiz. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.